Bugun ko'ngillarga xushnudlik baxsh etib, yurtimizda bahor shabadasi esmoqda. Quyoshning iliq taftidan bahra olayotgan zamin, dov daraxtlar yashil libosini kiymoqda. Zilol suvlari shildirab oqayotgan ariqlar bo'yida, dalalarda ko'katlar bosh ko'tarib, ko'kka bo'y cho'zmoqda. Xalqimizning qadim tarixi, boy madaniyati va ezgu qadriyatlarini o'zida mujassam etgan, ona tabiat va odamlar ruhiyatida yuz beradigan yasharish, yangilanish va yuksalishlarni asrlar davomida namoyon qilib kelayotgan Navro'zi olam har bir ko'ngilga obodlik olib kelmoqda. Ayni kunlarda yurtimizning barcha go'shalarida, jumladan Shimkent shahri Qiziljar dahasida ham ana shunday xayrli tadbirlar yuqori ko'tarinkilik bilan o'tkazildi. Qiziljar shahri avdonida katta bayram, bari birliklar mustahkam bo'yapti. Aka-ukalik silay rahmlar kuchayapti mana. Eng kami bir 300-400 odam yig'ildi mana. Birinchi martadan juda ham bu katta bizlar uchun yutuq. Xalqning boshini ko'chish, ularga rahmat. Mana shu xalqning borligiga, ularning ittifoqligiga men quvonaman. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Hammasi uyda tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, bola chaqalar omon bo'lsin. Bizlarning maqsad yana keyingi avlodga mana shu bizlarning ittifoqligimizni qoldirish, tarbiyalarimizni qoldirish. Ular ham ertaga kunda bizlarda ko'rgan narsani kelajakka davom ettirishni niyat qilyapmiz mana. Mana shunda ko'rishgandan keyin hammasi ham mehr oqibat kuchayadi, hamma vaqt bundan ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Barcha yurtdoshlarimiz katta xursandchilik bilan bir-birini qutlab, shu yorug' kunlarga yetkazgani uchun shukronalar aytmoqda. Shu dilbar faslda tabiatdagi o'zgarishlarga uyg'un bo'lib, jamiyatimiz, hayotimiz ham o'zgarib, yangilanib bormoqda. Yangi uy-joylar, ta'lim, tibbiyot va madaniyat maskanlari, zamonaviy korxonalar, obod qishloq va shaharlar yurtimiz chiroyiga chiroy qo'shmoqda.
ichidan ovoz beraman o'z yomg'irda nomani tashlab nomard senga yo'l bo'lsin ajab Milliy kuy-qo'shiqlar sadolari ostida boshlangan tadbirni Qozog'iston Respublikasi o'zbeklarining Do'stlik hamjamiyati raisi Ikrom Akromovla tabrik so'zi bilan ochib berdi. Davraga milliy taomimiz palov tortildi. O'quvchilar tomonidan tayyorlangan laparu kuy-qo'shiqlar, milliy sport o'yinlari, kurash, arqon tortish, tosh ko'tarishga ulanib ketdi. Mana bizim bugün Kızıljar елді мекенінде үлкен Наурызға арналған іс-шара өтіп жатыр. Мына осы жердің мына тұрғындары, мына елге белгілі кәсіпкерлері, ауыл билері, ардагерлер кеңесі бәрі жиналып осы іс-шараны ұйымдастырып жатыр. Біздің осы Қызылжарда түрлі ұлттың өкілдері тұрады. Міне осы жерде өзбек, түрік, қазақ, тағы басқа біз жаңағы кәдімгі татулықта бірімізбен біріміз ағайын сияқты тірлік қыламыз. Міне әр бір мәселе болса ұйымшылдық көрсін. Міне соның бір көрінісі, мына болып жатқан осы іс-шара соның бір көрінісі. Әрқашан осы сыйластығымыз, осы міне ауызбіршілігіміз жоғалмасын. Navro'z nafaqat sharqona yangi yil va yangi dehqonchilik mavsumining boshlanishi, balki ulug' va ezgu ishlarning boshlanish pallasidir. Tarixga razm solsak, buyuk ishlar aynan Navro'zdan boshlangan. Bunyodkorlik ishlariga shu kuni oq fotiha berilgan. Mana bugun chiroyli ko'klam bayrami Navro'z. Mana mahallamizni qariyalari, yoshlari, bolalari mana shu yerda hammasi mehmon bo'lyapti. Allohimga shukr. Bu tadbirni uyushtirgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga katta rahmatlar aytamiz. Umrlari uzoq bo'lib, kelasi yil Navruzlarga sog'lik, tinchlik, xotirjamlikda yetish nasib etgan Allohim. Gina qudratlar unutilib, urushlar to'xtatilgan. Odamlar bir davrada o'tirib, tabiat ne'matlaridan tayyorlangan taomlarni baham ko'rganlar. Hovlilar, ko'chalar, qabristonlar, muqaddas ziyoratgohlar tartibga keltirilgan. Ezgu niyatlar bilan daraxtlar ekilgan. Sharqona yangi yil, yangi dehqonchilik mavsumi barchamiz uchun fayzli, qut, barakali kelsin. Yurtimiz osmoni hamisha musaffo, mard va oliyjanob xalqimiz omon bo'lsin. Oy yüzüden nur yağdı simsim. Yür muhabbet kettik bu yerden. Şirin düşler kürsün sevgilim. Yür muhabbet kettik bu yerden. Biz ketsek yer kengayib qolar. Osmonlar ham enkayib qolar. Bir qora ko'z jilmayib qolar. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Ne qildim ey yuzlari zebo, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shundayin bevafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan.
Biz ketsak erkingayib qolar, osmonlar ham enkayib qolar. Bir qora ko'z jilmayib qolar. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Sevgi dildə yaşnagan çiçek, u biz bilan qayda yashasa, ne qipti bir qizga yoqmasak, yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Biz ketsak erkingayib qolar, osmonlar ham enkayib qolar. Bir qora ko'z jilmayib qolar. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Joriy yilning 12 aprel kuni Sayram dahasida joylashgan Shimkent shahar O'zbek drama teatri tomoshabinlarga bo'yoqchi spektaklini namoyish etdi. O'zbekistondan kelib bugungi mana Shimkent shahar O'zbek drama teatrida spektakl sahnalashtirdik. Bugun premyera kuni va bugun birinchi premyeramiz. Bu spektakl turk yozuvchisi Tanjir Jujanvolaning bo'yoqchi piyesasi asosida yaratildi va bugun shu spektaklni o'ynadik. Yangi texnologiyalar bilan ekran ishlatdik. Qaysidir joyda bir kino elementlari ishladi va sahnada va yosh aktyorlar, yosh qahramonlar bilan birga shu spektaklda bugun premyera bo'lib o'tdi. Hozir tugadi premyera. Endi qisqacha to'xtalsam, shu Shimkent shahar O'zbek drama teatrining muxlislari, tomoshabinlari juda ham yaxshi qabul qilishdi va biz xursand bo'ldik bunaqa bir qabul qiladi. Ikkilanish bor edi va chiroyli qabul qilish. Chunki biz spektaklni yangi bir formatda, yangi bir zamonaviy qilib sahnalashtirdik va qaysi shaharda bo'lyapti, bu voqea Shimkentda bo'lishi ham mumkin, Istanbulda bo'lishi ham mumkin, Toshkentda bo'lishi ham mumkin. Shunaqa bir umumlashtirib oldik va o'ylaymanki to'g'ri qaror qabul qilganmiz va teatr rahbariyat, teatr va ijodiy jamoasi bilan birga o'zini mahsulini berdi deb o'ylayman. Spektaklda Istanbul shahridan kelgan taniqli shifokor 40 yoshdagi Ahmedbey uy ta'mirini ustalarga ishonib, ish bo'yicha bir haftalik safarga ketayotganini ustalarga ogohlantirib, uy kalitini usta Qodirjonga qoldiradi. Ahmedbey shifokor bo'lganligi sabab Qodir usta shifokorga, ayoli Gulxonim esa shifokor kotibasiga aylanadi. Ahmedbey shifokorning uyini izlab kelgan bemorlarga endi usta Qodir qarashni boshlaydi. Qarasa, kun o'tishi bilan qo'li yengil shifokorning bemorlari tobora ortib boraveradi. Bemorlarning ko'pligidan foydalangan shifokor va shifokor kotibasi o'zlarining shaxsiy uyini qurish maqsadida bemorlardan mo'maygina pul yig'ishni boshlaydi. Oyni etak bilan yopib bo'larmi deganlaridek, ularning bu rejasi amalga oshmay, shifokor emasliklari oshkor bo'ladi. Teatrimizning badiiy rahbari Jalol akani предложенияsi bilan bizning teatrimizga yiliga har bir diyordan, har bir shahardan rejissyorlar chaqirilmoqda. Bu aktyor uchun juda bir katta bir maktab, chunki har bir rejissyorning o'ziga yarasha yondashuvi bor. Shunga qadar biz O'zbekistonda, Qozog'istondagi Olmati shahridagi rejissyorlar bilan ishlashdik. Bu rejissyor bizni teatrimizda bir necha yillar oldin spektakllar qo'ygan ekan. Lekin men kelganimdan keyin, aktyor bo'lib ish faoliyatini boshlaganimdan keyin mana yana qaytib keldi. Bo'yoqchi komediyasi. Bu rejissyorning ham
o'ziga yarasha talqini, o'ziga yarasha yo'li bor ekan. Spektaklni hozir ko'p rejissyorlar o'zi o'qib shuna qo'yib qo'ya qolmaydi. Chunki hozir insenirovka degan narsa yana ham bir pog'ona oldinga chiqqan. Bu rejissyorimizni bu spektakl yondashuvi shu insenirovka hisobida biz hozir agar o'zinglar ko'rgan bo'lsanglar, ekrandan foydalandi, zamonaviy texnikadan. Hozirgi kunda teatr san'ati bir joyda to'xtab qolgan emas. Kuniga vaqtida bir yilda bir yangilik bo'lsa, hozir kuniga yangilik, o'ylamagan joydan o'ylamagan janrlar, o'ylamagan yondashuvlar chiqib kelyapti. Mana bugun ham Bo'yoqchi komediyasini agar boshqa bir tomonda ko'rgan, boshqa bir spektaklni Bo'yoqchi boshqa rejissyor qo'yganini ko'rgan bo'lsa, shu zritel kelib bu spektaklni ko'rsa, ikkalasi absolyutno ikki xil. Spektakl paytidagi qiyinchiliklar rejissyorimiz boshida yaxshi gapirib tushuntirdi, keyin sal yetkiz olmaganimizdan keyin urushdi va bir amallab bir oy davomidagi mehnatimiz bilan mana bugun xudo xohlasa tomoshabinni ko'nglidan chiqdik degan umiddamiz. Rejissyorimiz Ahmadulla Niyozovga rahmat. Teatr bu hayotning oynadek aks etuvchi sahnasi. Shimkent shahar o'zbek drama teatri ana shunday oyna orqali yillar davomida minglab qalblarga so'zsiz ta'sir etib kelmoqda. Mazkur teatr nafaqat zamonaviy sahna san'atida o'z o'rniga ega, balki har bir asari orqali tomoshabinni hayot haqiqatlari bilan yuzma-yuz qiladi. Yangi premyera Bo'yoqchi spektakli ana shu an'ananing mantiqiy davomidir. Bu asar orqali teatr jamoasi tomoshabinni faqat ko'ngilochar sahna ichida emas, balki inson qalbining chuqur qatlamlaridagi ranglar ifodasi bilan muloqotga chorlaydi. Spektakl komediya bo'lgan bilan juda katta ma'naviy asos. Ayniqsa bugungi hayotda hatto yolg'onni ham, hatto inson hayotiy ehtiyoj tufayli yolg'on yoki shu yo'lga kirgan bilan ham ijobiy tomonga o'zgarish bo'lishi mumkinligini mana namoyon qilyapti. Albatta juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega deyman. Qancha emotsiya, kulgilik, lekin tubida katta ma'naviy mazmun yotadi. Mana necha yildan buyon men badiiy kengash yozaman. Yildan yilga teatrning badiiy saviyasi kuchayapti. Men o'ylayman, endi akademik teatr bo'ladigan saviyaga kelyapti. Mana bugungi spektaklning xususiyati asosan yoshlar o'ynayapti boshro'llarda. Lekin professional mahorat kuchayotganini biz kuzatyapmiz. O'zini haqiqiy egallagan boyagi nimasini turk muallifini asarini bizni o'zbekcha xususiyatga, o'zbek auditoriyasiga, mahalliy auditoriyaga moslab yaxshi o'zini mahoratini ko'rsatyapmiz. Teatr jamoasi bu spektakl orqali san'atning inson tafakkuriga bo'lgan ta'sirini, qalb va aql o'rtasidagi nozik bog'lanishni ko'rsatishga harakat qildi. Rejissyorlik yechimi, aktyorlik mahorati va sahnadagi vizual kompozitsiya barchasi bir maqsadga xizmat qildi. Tomoshabin qalbida iz qoldirish. Mana bugun Bo'yoqchi degan spektaklini tomosha qildik. Juda ham teatr truppasiga, gruppasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Akalarimiz bilan, og'aynilar bilan kelib, Chimkentdan kelib tomosha qilib turamiz. Har bir premyeraga juda ham mazmunlik, boyagi nima deydi, Bo'yoqchi degan rangli bo'yoqlar anaqada qilingan spektakl ekan, juda ham maroqli dam oldik. Bu yerda turk rejissyorini nimasi bilan qo'yilgan postanovka ekan bu. Juda ham yaxshi qo'yilishgan. Keyingi premyeralarda ham kelish bizga nasib etsin, xudo xolasa. Shimkent shahar o'zbek drama teatri bugungi spektakl orqali yana bir bor isbotladi. San'at vaqtincha his qilish emas, balki uzoq ta'sirda yashashdir. Mumkinmi? O'tiring, marhamat. Nima xizmat? Erim bilan ajrashmoqchiman. Eringiz shu yerdamilar? Ha. Chaqiring. Ali aka. Assalomu alaykum. Erlari sizmisiz? Ha.
seni alam qilar ekan. Yillar faqat tuni deya ovora bo'lib, bir borgina uchratganim bahona bo'lib, ayrilib qoldim begona bo'lib, qoldim yolg'iz o'zim yorim seni sog'inib, qoldim yolg'iz o'zim yorim seni sog'inib. Aylandi yillar bo'ldi, ayro ko'ngillar, dillar bedor bo'ldi. Ayrildi kimlar, baxtin topgandir kimlar, yurak jim uni eslama bo'ldi. Aylandi yillar bo'ldi, ayro ko'ngillar, dillar bedor bo'ldi. Ayrildi kimlar, baxtin topgandir kimlar, yurak jim uni eslama bo'ldi. Bitta gap bor. Nima gap? Bilasanmi, meni ikkita ukam bor. Ular ham uylanish kerak. Qachon sovchi yuboring? Ali aka, yana 2 yil kutib turing. Obbo, Bilasiz, yana katta advokat bo'lishim kerak. O'qishni bitirib oling. Xo'p, mana advokat bo'lding. Nimani qoyilatasan? Qayerdan bilasiz, sizni hech tushib qolishi mumkin menga? Men ko'ngil bersam, baxtim deb yursam, sarsonalar qilar edi yolg'onlar qasam. Alam jondan o'tdi men keyin bilsam, devonalar yetib ketdi meni shu sanam. Yillar faqat tuni deya ovora bo'lib, bir borgina uchratganim bahona bo'lib, ayrilib qoldim begona bo'lib, qoldim yolg'iz o'zim yorim seni sog'inib, qoldim yolg'iz o'zim yorim seni sog'inib. Aylandi yillar bo'ldi, ayro ko'ngillar, dillar bedor bo'ldi. Ayrildi kimlar, baxtin topgandir kimlar, yurak jim uni eslama bo'ldi. Aylandi yillar bo'ldi, ayro ko'ngillar, dillar bedor bo'ldi. Ayrildi kimlar, baxtin topgandir kimlar, yurak jim uni eslama bo'ldi. Xo'p, mana advokat bo'lding. Nimani qoyilatasan? Qayerdan bilasiz, sizni hech tushib qolishi mumkin menga?